Hayotullo aka, grant yutish-yutmaslik ehtimolini ha yoki yo'q deb baholang. Let's go. Suhbatda agar grant yutsam biror loyihani boshlayman deyish. Bu ham ha ham yo'q. Tushuntiraman. Reja aniq bo'lgan taqdirda bu ha. Chunki sizni talab olayotgan komissiya tushunishi kerak. Bu narsani siz rejalaringizni tushuntirib bera olishingiz kerak. Qanchalik darajada bu narsalar realistik, qanchalik darajada hayotga tatbiq qilsa bo'ladi. Yoki shunchaki va'da beradigan bo'lsak, quruq va'dalarga komissiya afsuski ishonmaydi. Bu tarzda bu yo'q. Mustaqil o'qigan kurslarim bor, sertifikatim bor, tadbirlarda qatnashganman. Bu ha. Agar akademik jihatdan ham siz yaxshi o'rinda turgan bo'lsangiz, akademik hayotdan tashqari ijtimoiy hayotda ham faol bo'lsangiz, konferensiyalarda, seminarlarda, nafaqat O'zbekistonda, balki chet elda ham qatnashib kelgan bo'lsangiz, bu har doim sizga katta plus bo'ladi. IELTS'im bo'lmasa-chi? Yo'q. IELTS'siz siz na magistraturaga, na bakalavrga bora olasiz, chunki biz O'zbekistonlikmiz va o'zbekmiz. Ona tilimiz o'zbek tili bo'lgani uchun ham biz komissiyaga ingliz tilini bilish haqidagi hujjatni, ya'ni IELTS'ni taqdim etishimiz kerak. Men Hayotullo 100% grant bilan Yevropaning 3 ta mamlakatlarida magistraturada o'qiganman. Bu videoni do'stingizga yuborib qo'ying va menga obuna bo'ling. Chet elda grant yutish sirlarini o'rgataman.